Voy, bilin, shoshilib turganda mana shu yetmay turibdi. Chiqqin farosatsiz yirtaman hozir. Va! Chiqqin, hozir chiqqin, ayiraman. Yoyib ayiraman, chiqqin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashina sizdan emasmi aka? Qanday qilib mendan bo'ladi? Otni qashqasida Chevroletdan deb yozib qo'yibdi-ku. Bilmabman, men Mersan deb o'ylabman. Sen aqllisan. Qanaqa odamsan, qanaqa farosatsizsan, onam kasaldir, xotinim tug'ayotgandir, keyin yirtaman lekin. Assalomu alaykum ukajon. Assalomu alaykum. Tinchlikmi uka? Aka, mana farosatsiz qo'yib ketganini qarang, onam kasaldir, bansaga shoshayotgandirman. Shunaqa qilib qo'yadi moshinani aka. Ukajon, asabiylashmang. O'shaqa mol shofyorlar ham ko'pda. Ijozat bering, o'sha mana shopirda so'kshamaylimi? So'king. Ey, darmet ekansan. Iflos ekansan, chiqqin yirtaman. Summa tashiyli. Biling, ha, iflosda u. Chiqqin. Merichagi yo'qchagidan inson hozir chiqqin. Aka, mashinani egasini tanimaysizmi aka? Bir kamiz sen qovding. Nima endi hamma mashinani egasini yozib yurishim kerakmi? Men qayerdan bilaman? Odam deb so'rabman-da sendan mol. Hollingga seni. Farosatingga. Ukajonim, men senga achinib ketyapman. Yomg'irda ham uyib ketibsan. Qara, shamollab qolishi mumkin. Shu pravani sotib olgan mol shofyorlar ham bor-da, ukajonim. Shu mashinani qizib turgin, ko'nglim sezayapti. O'sha shofyor hozir chiqadi, haydab ketasan, uka. Yaxshimsiz bor ekansiz aka, ko'nglimga taskin bo'lib turibsiz. Ukajonim, siqilma, asabingni asra. Sandan ham, mandan ham qolar bu dunyo. Voy, yomon yedim-u.